Ha, oyijon, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q, yaxshi, yaxshiman. Ha. Yo'q, gapiring. Ne ko'tarmayaptilar. Ha, zo'r bo'pti, yaxshi. Bordinglarmi aytgan joylarga? Ha. Yo'q, hech kim. Yo'q, ish zarurligini biladilar-da, mana shunaqa. Ko'tarsalar-chi. Ha, zo'r bo'pti. Bo'ldi, unda men chiqib telefon qilib yuboraman sizga ishdan. Xo'p, mayli. Xo'p, hojijon, mayli, yaxshi o'tiringlar. Har doim shunaqa mana. Zarur paytda ko'tarmanglar-da. Ozgina sabrli bo'linglar. Narigi tomonda sizlardan ham muhimroq odam gaplashayotgan bo'lishi mumkin. O'zi ikkinchi liniyaga tushganinglarda odobi 2-3 ta chaqiruvdan keyin qo'yib qo'yinglar. Agar qo'ng'irog'inglar juda ham zarur bo'lsa, shu zahoti javob beradi yoki qaytib qo'yaradi. Bu videoni ikkinchi liniyaga tushib, ushlab turaveradigan besabr do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.